olindi. Poytaxtimizdagi issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyatida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Unda tizimda faoliyat yuritayotgan yosh mutaxassislar faol ishtirok etdi. Navbatdagi lavhamiz ayni shu mavzuda. Tadbirimiz juda samimiy, ochiq muloqotlarga boy bo'ldi. Yoshlarimiz juda ko'p savollar yig'ib kelishgan, ularni qiziqtirgan savollar nafaqat bu o'z sohasi yo'nalishidagi savollar bo'ldi, balki umuman davlat siyosati, kelajakda bizning energetika tizimimiz qay darajada rivoj topishi kerak, 10 yildan keyin bizda qanaqa barqaror rivojlanish demak rejalari, strategiyalari, yo'l xaritalari mavjud ekanligi bu yoshlarimizning nafaqat o'ziga bo'lgan yoki o'z ishiga bo'lgan qiziqishi, balki u yurtimizning taqdiri, kelajagi va ertangi kuniga bo'lgan qiziqishi bizni haqiqatda xursand qildi. Albatta, energetika sohasining barqarorligi bevosita yosh mutaxassislar malakasiga bog'liq. Raqamlarga yuzlansak, ayni paytda issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyatida 11 ming nafarga yaqin xodim samarali mehnat qilayotgan bo'lsa, ularning 14%ni, ya'ni 1,5 ming nafarni 30 yoshgacha bo'lgan shijoatli yoshlar tashkil etadi. Eng quvonarlisi, bugun yoshlarga faqat ishchi deb emas, balki bo'lajak rahbar deb qaralmoqda. Buning isboti o'laroq 33 nafar yosh mutaxassis hozirning o'zida rahbarlik lavozimiga tayinlangan. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati raisi rahbarlarni aynan kelajak uchun qilinayotgan rejalarini, aynan rivojlantirish uchun qo'yilayotgan qadamlarni to'g'ridan to'g'ri eshitdik. Bu narsalarga o'zimizni qanaqa qarashimiz kerak, biza bu yerda qanaqa yordam berishimiz kerakligi to'g'risida strategik maqsadlarimizni qo'yib olishimiz uchun imkoniyat bo'ldi. Uchrashuvda yoshlar tomonidan bildirilgan sohaga oid dolzarb taklif va tashabbuslar tinglanib, har bir masala yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi.